Navbatdagi savol. Ustoz, ayol kishi nomahram bolani necha marta emizsa mahramga aylanadi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu masala ixtilofli masala. Hanafiy mazhabda 2 yoshdan kam bo'lgan bolani bir marta emizsa ham bo'ldi. Zohiriy mazhab ham shu, Hanafiy mazhabda ham emizdi degan ot olsa bo'ldi. Emizdi degan narsa. Masalan, urf bo'yicha nima qildi bu bola desa, emdi degan narsa bo'ladi-da. Lo'q qilib og'zidan bir sut o'tdi, emdi degan holat bo'lsa bo'ldi, buni harom bo'ladi. Hanafiy mazhab, zohiriy mazhab shu. Ammo jumhur ulamolar bunda emizishni sharti 5 ta aniq qilib emizish deydi. Xoms radoat ma'lumat, ya'ni aniq qilib 5 ta emizish. Bu bilan oyat bilan sabit bo'lgan. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Oldin 10 marta emizish harom qilardi deb oyatlar o'qib yurardik. Summa nusikhna bi xomsi radoatin ma'lumat. Ya'ni xoms radoatin ma'lumatin yuharrimna. 5 ta aniq qilib emsa, bu harom qiladi. O'sha emizishni sabit qiladi degan oyat bilan oldingi 10 ta degan oyat mansux bo'ldi degan. Demak, mana shu narsa ochiq oyat, juda ham Oysha onamizdan kelgan bu dalil, bu oyat deb o'qilingan 5 marta emizish. 5 ta emizsa keyin sabit bo'ladi. Mazhablar o'rtasida ixtiloflar bor bu masala. Hozir aytganimizdek, zohiriy mazhabda, Hanafiy mazhabda bir marta emsa ham emgan hisoblanaveradi. Lekin dalil jihatdan qaraganda hozir Oysha onamizning hadislari, bu sahihda kelgan nimalar, xabarlar va oyat deb tilovat qilingan bu 5 marta aniq qilib emizish harom qiladi deyilgan. Bu ham 2 yil ichida bo'lishi kerak. Bola 2 yoshdan keyin emsa, u emgan hisoblanmaydi. 2 yoshdan keyin emsa, masalan, bir bolani masalan yetimxonadan asrab oldi kishilar. Yetimxonadan asrab oldi, 2 yoshdan oshgan ekan. Keyin emizdi. Emizish hisoblanmaydi bu. 2 yoshgacha emizish kerak. Allohu a'lam.